Hammaga assalomu alaykum. Bugun 6-may, xudo xolisa ertalabdan jo'jalarimiz ochishni boshlabdi. Bu ikkinchi partiya 22 ta tuxum qo'ygan edim. Ikkinchi partiya tuxumlardan jo'jalar ochish boshlagan. Mana tuxumlar teshgan hammasi. Hop, namli chiqib ketadi. Uzoq ochib turadigan bo'lsak. Hop, inkubatorimiz Vadno inkubatoriga o'tkazganmiz. O'tgan kuni o'tkazgan edik. 18-kunga o'tadigan kechasi. Hop, Vadno inkubatorimiz mana vlajnostlarni ko'rsatyapti. Issiqliklar, termoregulyator, hamma narsalar joylashtirilgan. Xudo xolisa jo'jalar hammasi ochib bo'lgandan keyin bitta video qilaman. Bu yoqda bo'lsa inkubatorim ishlayapti. Xudo xolisa bu yoqda ham yaxshi. Hop, namli ko'tarilib ketdi. Buni ochib qo'yamiz. Ozgina bu yoqda ham hammasini o'zini tovuq tuxumlarini joylashtirgan. Xudo xolisa jo'jalar hammasi ochgandan keyin bitta video qilaman. Podpiska bosib qo'yinglar. Hammaga xayr.